O'zbekistonda vertolyotda kelsa bo'ladigan IT kompaniya borligini bilarmidinglar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu joy qayerdaligini, undan tashqari bu joyga ishga kirib $1000 oylik olishni o'rgatamiz. Bu kompaniya xodimlarga juda ham zo'r sharoitlar yaratib qo'ygan. Katta bino, qulay ish joyi, trenajyorlar, shunda ishxonani oldida masjid, 3 qavatli parkovka, переговорga borishga BYD, ishdan charchaganda dam olish uchun stol tennis, massaj kreslo, PlayStation, ovqatlanish uchun oshxona bilan 2 xil kafe ham bor. Kompaniya 2002-yildan beri ishlab, hozirgi kungacha ko'plab xalq uchun foydali, hammamiz biladigan MyGov, MyID, prezidentga murojaat platformalarini ishlab chiqishgan. Bu joy Uzinfocom IT kompaniyasi. Endi bu joyga qanaqa ishga kirish haqida gaplashamiz. Uzinfocom qoshida YouStudy IT akademiyasi tashkil qilingan. Bu yerda front-end va back-end dasturlash, kiberxavfsizlik, grafik va motion dizayn kurslarini o'rganishingiz mumkin. O'qish davomida Uzinfocomda stajrovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez va oson o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi. Agar sizlar ham YouStudy kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.